Logistika kompaniyalarida operation manager o'zi kim va uni roli qanaqa? Kompaniyadagi har bitta departamentlarni, dispatcher, update, fleet, accountinglarni bir-biri bilan bog'lab turadigan inson bu operation manager. Kompaniyani har kungi vazifalarini o'z vaqtida bajarilishini va kompaniya ish jarayonini smooth ketishini nazorat qiladigan inson operation manager. Operation manager muammo chiqqanda uni tez hal qila oladigan bo'lishi kerak va kichkinagina muammolar katta mojarolarga aylanib ketishligini oldini ola oladigan inson bo'lishi kerak. Logistika kompaniyalaridagi operation manager bu kompaniyani engine hisoblanadi. Agarda siz ham logistika olamidagi yangiliklardan va shunga o'xshagan maslahatlardan xabardor bo'lib turishni xohlasangiz yoki logistika olamida ishlashni xohlasangiz, meni kanallarimga obuna bo'lib qo'ying. Kanallarimga bo'lgan ссылкani videoni tagida qoldiraman.